Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 2026 yilda pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Qaysi xizmatlar uchun endi to'lov qilinmaydi? Kimlar bu imtiyozdan foydalana oladi? Qayerda xato qilish mumkin va pulingizni asrash uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, buvi, qarindosh yoki qo'shni. Eng achinarlisi. Ko'p pensionerlar o'ziga berilgan imtiyozni bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvalo, bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensioner degani faqat pensiya oladigan odam emas. Amaliyotda imtiyozlardan foydalanish shaxsning yoshi, pensiya turi nogironlik guruhi, urush va mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz yashashi, kam ta'minlangan oilada ro'yxatda turishi, shuningdek, qaysi hududda yashash ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sababli 2026 yilda pensionerlar to'lovdan ozod qilindi. Degan gapni eshitgan odam darhol men ham hammasidan bepul foydalanamanmi deb o'ylamasligi kerak. Men sizga aynan shu nozik joylarni tushuntirib beraman. Oldingi yillarda ko'p xizmatlar bo'yicha pensionerlar uchun imtiyozlar bor edi, lekin ular tarqoq tartibda ishlardi. Masalan, bitta joyda pensionerdan ma'lumotnoma uchun pul olinmasdi. Boshqa idorada esa xodim bizda bunday tartib yo'q deb turardi. Kimdir poliklinikadagi ayrim tahlillar uchun pul to'lardi, kimdir bepul topshirardi. Ayrim hududlarda jamoat transportida chegirma bo'lardi. Ayrim yo'nalishlarda esa haydovchi pensionerlik guvohnomasini tan olmasdi. Boshqa tomondan kommunal xizmatlarda ham odamlar ko'pincha adashardi. Pensioner bo'lsam, gaz, svet, suv bepul bo'lishi kerak deb o'ylardi. Aslida esa kommunal to'lovlar bo'yicha umumiy, hamma pensionerga bir xil va to'liq ozodlik har doim ham bo'lmagan. 2026 yildagi asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlar uchun ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ayrim xizmatlar bo'yicha to'lov masalasi ancha aniqlashtirildi. Ya'ni davlat idoralari, tibbiyot muassasalari, ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari va ayrim ma'muriy xizmatlarda pensionerning maqomi hisobga olinishi kerak. Eng muhimi, pensioner o'z huquqini talab qila olishi kerak. Chunki huquq qog'ozda bo'lib, odam uni bilmasa, amalda foyda bermaydi. Birinchi yo'nalish davlat tibbiy xizmatlari. 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim masalalardan biri poliklinika, oilaviy shifokor punkti, tuman yoki shahar tibbiyot birlashmasida ko'rsatiladigan asosiy xizmatlar hisoblanadi. Men bu yerda xususiy klinikalarni emas, davlat tibbiyot muassasalarini nazarda tutyapman. Pensionerlar ko'pincha qon tahlili, shifokor ko'rigi, kardiogramma, rentgen, ayrim skrining tekshiruvlari, dispanser nazorati, dorilar bo'yicha yo'llanma olish kabi xizmatlarda ortiqcha to'lov qilib yuboradi. Agar xizmat davlat kafolatlagan tibbiy yordam doirasiga kirsa, pensionerdan alohida pul so'ralmasligi kerak. Albatta, bu hamma tahlil, hamma operatsiya, hamma dori butunlay bepul degani emas. Lekin birlamchi tibbiy yordam, shifokor ko'rigi, ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar bo'yicha kuzatuv, profilaktik tekshiruvlar pensioner uchun alohida e'tibor bilan ko'rsatiladi. Masalan, 68 yoshli otaxon qon bosimi va yurak bezovtaligi bilan poliklinikaga bordi. Unga terapevt ko'rigi, EKG va umumiy qon tahlili kerak bo'ldi. Agar bu xizmatlar poliklinika rejasida va davlat tibbiy yordam paketi bo'lsa, otaxon kassaga borib pul to'lashga majbur emas. Lekin agar u o'zi xohishi bilan navbatsiz alohida pullik kabinetda qo'shimcha kengaytirilgan tahlillar paketini topshirmoqchi bo'lsa, bu pullik bo'lishi mumkin. Farq mana shunda. Shifokor zarur deb yo'llagan davlat xizmati boshqa, bemorning o'zi tanlagan pullik servis boshqa. Ikkinchi yo'nalish ijtimoiy xizmatlar. Yolg'iz yashovchi qarovchisi yo'q. Harakatlanishi qiyin bo'lgan pensionerlar uchun uyda ijtimoiy yordam xizmatlari juda muhim. Bunga oziq-ovqat yoki dori olib kelishga ko'maklashish, hujjat ishlarida yordam berish, tibbiy muassasaga borishda kuzatish, maishiy masalalarda maslahat berish kabi xizmatlar kirishi mumkin. 2026 yilda bunday xizmatlarda pensionerning ijtimoiy holati alohida hisobga olinadi. Ya'ni oddiy pensiya oluvchi, sog'lom va farzandlari bilan yashaydigan odam bilan yolg'iz qolgan, nogironligi bor, yosh katta pensionerning holati bir xil baholanmaydi. Keling, hayotiy misol olaylik. 7 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Oyog'i og'rigani uchun bozorga chiqish qiyin.
Bunday holatda u mahallaga ijtimoiy xizmat markaziga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilishi kerak. Agar u haqiqatdan ham ehtiyojmand deb topilsa, unga ijtimoiy xodim biriktirishi mumkin. Bu xizmat uchun undan har safar yo'l kira, xizmat haqqi, rahmat puli deb pul talab qilinmasligi kerak. Mana shu joyda ko'p odamlar xato qiladi. Yordam berayotgan odamga majburiy to'lov bor deb o'ylaydi. Agar xizmat davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bo'lsa, norasmiy pul berish shart emas. 3-yo'nalish. Davlat xizmatlari markazlari orqali olinadigan ayrim ma'lumotnomalar va elektron xizmatlar. Pensionerlar ko'p hollarda pensiya, qayta hisoblash, ro'yxatdan o'tish, propiska, kadastr, soliq, subsidiya, nafaqa, sanatoriy yo'llanmasi. Davolanish uchun yo'llanma, bank kartasi bilan bog'liq masalalarda turli ma'lumotnomalarga muhtoj bo'ladi. 2026 yilda raqamlashtirish kuchaygani sababli ko'p ma'lumotlarni idoralar o'zaro elektron almashishi kerak. Bu nimani anglatadi? Pensionerdan har safar borib falon joydan ma'lumotnoma olib keling deyish kamayishi kerak. Agar ma'lumot elektron bazada bo'lsa, idora o'zi tekshirishi lozim. Bu ham pensioner uchun pul va vaqt tejalishi degani. Masalan, 6 yoshli ayol pensiyasini qayta hisoblatmoqchi. Undan ish staji, pensiya turi, yashash manzili, oilaviy holati bo'yicha bir nechta hujjat so'raldi. Agar bu ma'lumotlar tegishli elektron bazalarda mavjud bo'lsa, pensioner har bir idoraga tasdiqlab borib, navbatda turib, alohida to'lov qilib ma'lumotnoma olishga majbur qilinmasligi kerak. Lekin arxivda eski hujjat bo'lsa, masalan, 1901 yildagi ish staji tasdig'i topilmayotgan bo'lsa, qo'shimcha ariza va izlanish kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda ham pensioner ariza nusxasini saqlashi, qachon topshirganini yozib qo'yish kerak. 4-yo'nalish. Jamoat transporti va mahalliy imtiyozlar. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki transport imtiyozlari ko'p hollarda respublika bo'yicha bir xil emas, balki hudud, shahar. Transport turi va mahalliy qarorlarga bog'liq bo'ladi. Ayrim joylarda pensionerlarga belgilangan vaqtlarda bepul yurish, ayrim yo'nalishlarda chegirma, ayrim toifalarga to'liq imtiyoz berilishi mumkin. Lekin hamma pensioner istalgan taksi, marshrutka yoki xususiy avtobusda bepul yuradi degan noto'g'ri tasavvur bo'lmasin. Masalan, Toshkentda yashovchi pensioner bilan chekka tumandagi pensionerning transport imkoniyati bir xil bo'lmasligi mumkin. Shahar transportida elektron karta orqali imtiyoz ishlasa, qishloq yo'nalishida xususiy tashuvchi bunday tartibni qo'llamasligi mumkin. Shuning uchun men har doim shuni aytaman. Pensionerlik guvohnomangiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz va agar mavjud bo'lsa, imtiyozli transport kartangiz yoningizda bo'lsin. Haydovchi yoki nazoratchi bilan tortishib qolmaslik uchun oldindan transport boshqarmasi yoki mahalladan qaysi yo'nalishda qanday tartib borligini aniqlab oling. 5-yo'nalish, sanatoriy, sog'lomlashtirish va reabilitatsiya xizmatlari. Ko'p pensionerlar bel, bo'g'im, yurak-qon tomir, nafas yo'llari, asab tizimi bilan bog'liq kasalliklardan aziyat chekadi. Shu sababli sanatoriy yo'llanmasi masalasi juda dolzarb. Ayrim toifadagi pensionerlar, ayniqsa nogironligi borlar, urush va mehnat faxriylari yolg'iz keksalar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar bepul yoki imtiyozli yo'llanma olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham navbat, tibbiy xususiy va ijtimoiy mezonlar asosida beriladi. Hayotiy vaziyat. 70 yoshli pensioner sanatoriyga bormoqchi. U avval oilaviy shifokorga boradi. Kasalligi bo'yicha tibbiy xulosa oladi. Keyin mahalla yoki ijtimoiy himoya organi orqali ariza beradi. Agar u men pensionerman, demak ertaga sanatoriyga bepul jo'natishlari shart deb o'ylasa, buni to'g'ri bo'ladi. Chunki yo'llanmalar soni cheklangan, birinchi navbatda ehtiyoji yuqori bo'lganlarga beriladi. Ammo ariza bermasa navbatga ham kirmaydi. Demak, huquq bor, lekin uni rasmiylashtirish kerak. Endi eng muhim savol, kimlar bu masalada albatta tekshirish kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, nogironligi bor pensionerlar. Uchinchidan, pensiyasi juda kam bo'lgan, kommunal to'lov va dori-darmonga qiynalayotgan pensionerlar. To'rtinchidan, farzandlari chetda bo'lib, hujjat ishlarini o'zi qila olmaydigan keksalar. Beshinchidan, oxirgi yillarda pensiyasi qayta hisoblanmagan, ish staji yoki mukofot yillari hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensioner farzandlari bilan yashasa, sog'lig'i yaxshi bo'lsa, xizmatlardan kam foydalanayotgan bo'lsa, barcha hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa,
pensiya vaqtida tushayotgan bo'lsa, u holda shoshilinch xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir imtiyozlarni bilib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'lishi mumkin. Eng katta tuzoq bepul degan so'zning chegarasini bilmaslik, davlat xizmatining o'zi bepul bo'lishi mumkin. Lekin qo'shimcha servis pullik bo'lishi mumkin. Masalan, poliklinikada shifokor ko'rigi bepul, lekin bemor xususiy laboratoriyada kengaytirilgan tahlil topshirsa, bu pullik. Davlat xizmatlari markazida ayrim ma'lumot elektron olinadi. Lekin notarial tasdiq, arxivdan maxsus nusxa yoki shoshilinch xizmat alohida tartibda pullik bo'lishi mumkin. Transportda belgilangan yo'nalish bepul bo'lishi mumkin. Lekin taksi bepul emas. Sanatoriy yo'llanmasi berilishi mumkin, lekin yo'l xarajati qo'shimcha qulay xona yoki hamrohlik xarajati alohida bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq norasmiy to'lov. Pensionerlar ko'pincha ishim tez bitsin deb kimdir aytmasa ham pul berib yuboradi. Men bunday qilmaslik maslahat beraman. Agar xodim sizdan pul so'rasa, avval rasmiy kvitansiya bormi? To'lov nima uchun? Qaysi qaror asosida? Narxlar ro'yxati qayerda deb so'rang. Rasmiy to'lov bo'lsa, kassa yoki bank orqali to'lanadi, chek beriladi. Qo'lga bering, keyin qilib beramiz. Hamma shunday qiladi degan gaplar xavfli. Uchinchi nozik jihat. Hujjatlarning eskiligi. Ba'zi pensionerlarning pasporti yangilanmagan, telefon raqami bankka bog'lanmagan, plastik kartasi muddati tugagan, yashash manzili o'zgargan, lekin tizimda eski ma'lumot turibdi. Natijada imtiyoz chiqmaydi yoki xizmat rad etiladi. Shuning uchun pensionerning hujjatlari toza va yangilangan bo'lishi juda muhim. 4-jihat imtiyoz avtomatik tushmaydi. Ko'p odamlar davlat o'zi biladi-ku. Men pensionerman deydi. Ha, ayrim ma'lumotlar bazada bor. Lekin har bir imtiyoz uchun alohida mezon bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashash holati mahalla tomonidan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Nogironlik muddati o'tgan bo'lsa, tizim imtiyozni ko'rsatmasligi mumkin. Tibbiy xulosa yangilanmagan bo'lsa, sanatoriy yo'llanmasi berilmaydi. Demak, pensionerlikning o'zi yetarli bo'lmagan holatlar ham bor. Endi men sizlarga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tartibga soling. Pensionerlik guvohnomasi, pasport yoki ID karta, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, tibbiy kartangiz, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati. Yashash manzilingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartangiz ma'lumotlarini bitta papkaga joylab qo'ying. Katta yoshli odamning hujjati uyda tarqoq yotsa, har bir murojaatda muammo chiqadi. Ikkinchi qadam. Mahallaga boring yoki mahalla mas'ulini chaqiring. Men pensionerman. 2026 yilda qaysi imtiyozlardan foydalana olaman? Ro'yxatda bormanmi? Yolg'iz yashovchi yoki ehtiyojmand sifatida baholanishim kerakmi deb so'rang. Agar sog'lig'ingiz sabab borolmasangiz, yaqin qarindoshingiz orqali murojaat qiling yoki telefon orqali chaqiring. Ariza yozishda oddiy matn yetarli. Menga pensioner sifatida mavjud ijtimoiy xizmatlar va to'lovdan ozod etiladigan xizmatlar bo'yicha tushuntirish berishingizni, zarur bo'lsa ro'yxatga olishingizni so'rayman. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanani yozdirib qo'ying. 3-qadam. Poliklinikada oilaviy shifokoringiz bilan gaplashing. Qaysi tekshiruvlar sizga bepul, qaysilari pullik, qaysi dorilar imtiyozli ro'yxatda. Yil davomida qanday profilaktik ko'riklardan o'tishingiz kerakligini yozdirib oling. Faqat og'zaki gapga ishonib qolmang. Agar sizdan to'lov talab qilinsa, bu xizmat davlat paketi doirasidami yoki pullik xizmatmi? Iltimos, narxlar ro'yxatini ko'rsating deb so'rang. 4-qadam. Davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv xizmatlar portali orqali tekshirtiring. Sizning nomingizda qarzdorlik, noto'g'ri kadastr ma'lumoti, eski manzil. Pensiya bilan bog'liq mos kelmaydigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha mana shu mayda xatolar sabab sarson bo'ladi. Agar farzandingiz yoki nabirangiz internetdan foydalana olsa, u sizga yordam bersin. Lekin shaxsiy parol va bank ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. 5-qadam, barcha to'lovlarda chek talab qiling. Agar sizdan 20 ming yoki 20 ming so'm so'rashsa ham chek berasizmi deb so'rang. Rasmiy chek bo'lmasa bu to'lov shubhali. Pensioner uchun har bir pul muhim. Bir oyda 3-4 joyda ortiqcha pul to'lansa, bu dori puliga, oziq-ovqatga yoki kommunal xarajatga ta'sir qiladi. 6-qadam, rad javobi olsangiz, og'zaki gap bilan qaytmang. Yozma javob so'rang. Masalan,
Menga ushbu xizmat pensioner sifatida bepul ko'rsatilmasligi sababi yozma ravishda tushuntirib berilsin deb murojaat qiling. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga ishonch telefoniga yoki tegishli idoraga shikoyat qilish oson bo'ladi. Og'zaki gapni isbotlash qiyin. 7-qadam. Oilada pensionerning imtiyozlarini bir kishi nazorat qilsin. Men ko'p oilalarda shuni ko'raman. Bu yoki buva biror joyga boradi, pul to'laydi. Uyga kelgach farzandlari nega to'ladingiz deb hayron bo'ladi. Bunday bo'lmasligi uchun oilada bitta mas'ul odam bo'lsin. U mahalla, poliklinika, bank, davlat xizmatlari bilan bog'liq masalalarda yordam bersin. Bu pensionerning mustaqilligini cheklash emas, aksincha uni ortiqcha sarsonlikdan himoya qilishdir. Demak, 2026 yilda pensionerlar uchun to'lovdan ozod etiladigan va imtiyozli ko'rsatiladigan xizmatlar masalasi juda muhim. Eng asosiy yo'nalishlar davlat tibbiy xizmatlari, ijtimoiy yordam, ayrim ma'muriy va elektron ma'lumot xizmatlari, mahalliy transport imtiyozlari, sanatoriya va reabilitatsiya yo'llanmalari. Lekin har bir xizmatning o'z sharti bor. Hamma narsa avtomatik emas, hamma joyda bir xil emas. Qo'shimcha pulli xizmatlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner hujjatini tayyor tutishi, mahalla va poliklinika orqali o'z maqomini tekshirdirishi, rasmiy chek talab qilishi va rad javobi bo'lsa yozma izoh so'rashi kerak. Men sizlarga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugun oilangizdagi pensioner bilan o'tiring, hujjatlarini ko'ring. Qaysi xizmatlar uchun pul to'layotganini so'rang. Balki u yillar davomida bepul bo'lishi kerak bo'lgan xizmat uchun pul berib kelayotgandir. Shu videoni ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshlaringizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlar qaysi xizmatlardan bepul foydalanmoqda? Qayerda muammo bo'lyapti? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Men sizlar uchun yana shunday muhim ijtimoiy va huquqiy mavzularni oddiy tilda tushuntirib boraman.